To'yliq nechi pul bo'lsa ma'qul bo'ladi qisqam? 70 ming. Chiroq gap qilaman. 70 ming. 70 ming? Sizlarchi? Men to'y qilib bo'lgan 50 mingga. 50 ming ko'rman. Ha. Sizlarchi? 50 ming. Nereden siz? Cetek'te, Qarliqdan. Qarliqdanmi? Sizlarchi nechi pul bo'lsa bo'lar? 70 ming 80 ming bos bo'ldi. Shu toz nereden? Qarliqdan. Qarliqdanmi? Sizlarchi? 60 ming bos. Muvaffaq. Sizlarchi qanacha? Men 20 ming ko'rtekkan. Aldinglarmi ya? 20 ming ko'p tegibdi. Sizlarchi? O'maq qizcha. 70 ming bos bo'lar. 70 ming bo'larmi? Nereden siz? Yakandan. Yakandan. Sizchi? 60 ming 70 ming bos. Nereden siz? Yakandan. Sizchi? Men 85 ming bos. 85 ming. Parçam pırat işlerim badağanım. Bütün emas. Sizchi? 50 ming. Nereden siz? Yakandan. Yakandan. Sizchi? 50. Men siz oz deydigan o'xshay debdimi? Sizchi? 80 ming. 80 ming? Ha? Sizchi? 70 ming. Sizcha? 60-70 ming bos bo'ldi. 60-70 ming bo'lsa, sizlarcha? Menimcha 50 ming bos bo'ladi. Sizcha? Menimcha 50 ming bos bo'ladi. 50 ming bo'sh bo'ladi. Sizcha? To'y qilib bo'lgan. O, mana to'y qilib qo'ygan kichik singlimizning misrakin. Nech pul tegdingiz? 60 ming. 60 ming tegibdi jima mana. Neredesiz? At Şahto'dan. Qayta to'y qilsa olam degan ma'lum. 30 ming teggan jima. 30 ming tekkan. 30 ming tekkanmi? Ha. Az baxtlikmi? Baxtlik. Bo'ldi mana. Pulini o'lchamaymiz-ku baxtni. Sizcha yenge. Nech pul o'sib qo'lar? Pul o'lchamaymiz. Ha. İnaqlıqı to'lmagan bir oila 9 ko'yliq jonzig'imi qimmat. İnaqlıqı to'lgan bir oila 100 ming ko'yg'imi azin. Çavak! Ha? Menimcha turmushni pulga bog'lab olmay, odamiylikka, axloqimizga bog'lagan vaqtda Ankin eng baxtli oila qurib. To'g'ri. Sizcha Ya 30 ming tekkan. 30 ming tekkan? Qachon? 5 yil oldu. Sizcha 40 ming tekkan. necha yil bo'ldi? 3 yil oldu. Nereden siz? Xotin bo'lmadi. Baxtlikmi hozir? Baxtlik. Ha. men 30 ming tekkan. 30 ming tekkan? Aldinglarmi ya? 30 ming ko'q chimtigida, 30 ming ko'q xotnaqli olam degan. Og'in bo'ladi. Qani insof guvohlik. Ota-onasi odamgarchilikka bog'liqchimi ma ish? Ha? Men o'z vaqt 2015 yil to'y qilgan 30 mingga tekkan. Hozir to'y qilib qolsam bir mo'cham pulim bor. Hozir yo'ldoshim bilan to'y qilaman. Ha, mana. Men 12 yildan oldida 15 ming ko'ga to'y qilgan. Ha. Nereden siz? Makitdan. Aldinglarmi? 12 ming ko'y. Endi burunquna hozir o'xshamaydi deysizlar. Eminas o'zgarib ketsinki, ma qalb bilan odamiylik sapa o'zgarib ketsa bo'lmaydi. Ma to'yning ishi ilm sitimning ishi emasmi? Sizcha? Men 50 ming ko'ga tekkan. Hozir 60 mingdan 70 minggacha bo'lsa normal bo'ldi. To'g'ri emaskinjimi? Anlama ya. Yezlab yana bir 10 ming ko'y yetib qo'yishimi oz ko'rib qapti. Sizcha? 50 ming to'y kirgan. Sizcha? 70 ming. 70 ming? Oqsuliqmisiz? Ha. Menimcha 60 ming 70 ming bo'lsa. 65 ming. 65 ming. Sizin parçam pirat. Bütün gapni qiling ya 70 ming deb manda. Mumkin bo'lib qolsa 60 mingga tushuningizmi? 70 ming. 40 ming ko'y bo'lsa. Muvaffaq sizcha? men 30 ming ko'y tekkan. Necha yil bo'ldi? 5 yil. Nerede jutungiz? Yakan. Yakil ezeldan yakillikdan pulni cho'ng bilmaysizmi? Odamiylikni mana g'urur mana vijdoni cho'ng bo'ladi. Men 40 ming ko'q tekkan. 40 ming ko'k. Jutungiz nerede? 60dan. Ochishmi? Ching olgan bilan, ching deb qo'ygan bilan pul pichakka qizini setib yuradigan ishni qilmaydi. Sizcha? 70 ming bos bo'ldi. Qaylan chechingizda gap qilib qisqa bo'lgan keyin chechingiz. Bunda saçım qisqa olgan bilan Sizcha? 70 ming bos. Jutungiz nereden? Tazotda. Tazibatda siz nerede dediniz? Yakandan Yakandan. Lükçekten mi sıvakinci yakandan? 60 ming. 60 ming. Sizcha? 70 ming bos. Nereden siz? Qarliqdan. Hağılıkta 70 ming. 70 ming. Nereden? Qarliqdan. Ne? Sizcha? Qarliqdan. To'q bo'ldingizmi? Bo'ldim. Neç pul tegdingiz yenge? Undigin olmaydi. Ozgina. Aldinglarmi ya?
Atak bakatek havalım ba. Mana muhabbet deymiz. Sizce? 60 ming. Sizce? 60 ming. Sizce? 50 ming. Sizce? 40 ming atrofida. 40 ming atrofida. To'xtab turing, Qashqar qancha pul oladi to'yliq. Siz xudni ololmadim, xudni ololmadim deb bek qoqshab ketdingiz 4-5 yil oldi. Ya, Hech pul olgach ololmadsiz. Ya manda Qashqarda gapning ochiqini qilaymi? Hamda hashamatchilikka berilib ketganlik uchun hamda ig'zaki ma qizlarni hech pul ichirib tatsa 60 ming deb qo'yadi-da. Lekin ichki jihatdan shu 35 ming 40 ming gacha bo'ladi-da. Qashqarni bilsiz aqcham azaldan shu medeniyat taqib kelayotgan ya. Harigiz u undas ilm sitimishga aralashtirmaymiz bu to'yning ishini. Anandan keyin hammalardan so'rab chiqdik. Nurg'unlar ko'rdinglar, ma'ular yolg'on so'zlamaydi. Hozir qizlar 70 ming 60 ming dedinglar, asosan dedik 70 ming deganlar jiqkan. 70 ming pul bilan bir uy tutib qilg'ini bo'lmaydi. O'g'alsining qishini 70 mingga appasa, restoran, to'yliq, rasm, sayohat, payat bo'lib 150 ming pul ketadi. Hozir shu o'g'il valla 20 yoshdan keyin pul tepishga boshlasa, oylik maoshni 3 ming hisoblasak, hammasanga 600 ga tomachiga. Hamma yana 600 ga kira qildi deylar, mashinasi majal deylar. Aşu 1000 ishinchi pulni yig'sa 15 yilda 150 ming degan pulni yig'alaydi. Tigivag'anlar ota-onasining puliga tekkanlar, ota-onasi pulga to'y qila olganlar. Qag'an yosh bolaning hech qaysi to'y qilmaydi. Tirishib ishlamasa, ishki kishilik xizmat qilmasa, to'y qilinmaydi. 15 yildan keyin ash o'g'allar 35 yosh tushirdi. Uçaq to'y qilsa meyli deyishinglar mumkin. Uçaqda o'g'allar to'y qilmaydi. Olayni xalqqa ko'ngil xo'sh qilish bo'laverdi. Uçaq sizlardek bo'ytaq qizlar jiqiydi jamiyatimizda. Şu mümkün bo'lib qolsa, meningmi bir singlim bor. To'yliq kelgan chaqda, shu jurkangni bir selib o'tib, ota-onalar bo'lsin, o'zinglar bo'lsin, yaxshi ko'rgan shu adaminglarga besim qilib olmagan asosda nim qilsanglar, kelgusida shular yurak desanglar yurak, jon desa jonnimi sizlardan yo'lchinglar mengu oymaydigan bo'ladi, mengu qadrlaydi. Aniki shu munosabat bilan maktabga kelib qopdiq. Ko'pchilik bu torni bakrak tushensam bo'ldi, rol ilishni o'rgansam bo'ldi, ekranga chiqishni o'rgansam bo'ldi, film ko'rishni o'rgansam bo'ldi, film tortishni o'rgansam bo'ldi. O'z oldimga madan bir guruh tashkillab film ishlayotgandek ustam bo'lsam bo'ldi deydiganlar. Men bilan aloqalasanglar bo'ladi. Uningdan sirat men odatda shagird tarbiylasam 10 ming ko'dan 20 ming ko'g'ish tarbiyalayman bir oyligini. Lekin menga jiddiy qiz bola shagirdim birsi, o'g'il bola shagirdim birsi lozim. Ularni bir oylik tarbiyalamayman, balki men tang taraqqiy qildirib, men qancha yuqori o'rilsam, ular men tang o'rlab, tang iqtisodiy kirimini yaratib mengalarga holatgacha haqsiz tarbiyalamoqchi. Oldingi shart bo'lib qolsa, mush kasbda ozroq bo'lsin hujayrasi talanti bo'lishi kerak. Agar men pul to'lab o'rgansam bo'ldi desangiz, men 9 yilningizni o'rgangan barliq bilimlarimni 3 oyda o'rgatib olaman. Haq to'lab o'rgansam mayli desangiz, ayrimxona uchur qoldiring, o'ndarga jalasangiz bo'ladi. Men 2023-yildan tortib 2024-yilgacha 1 yil mobaynida 10 mingga yaqin o'quvchini torda tarbiyaladim. Ularninki 85%ning hammasi tor ishlarini qilib o'zining iqtisodiy kirimini yaratib kelyapti. Hammanglar buni bilasizlar. 2020-yildan tortib 2026-yilgacha men tarbiyalab chiqqan har qanday bir shogirdning hozirgacha torni izchil elib nongmatganligini hammanglar bilasizlar. Mendan tarbiyalagan shogird bo'lib qolsa tordan chekinib chiqqan yo'q. Davomli oldiga qarab ilgarilab texmi terishib o'z kelgusini yaratyapti. Moch hunar kasbni ish bag'rin to'kib turib, qisavonmay turib, 1% yerini yo'shilmay turib, hammin to'liq o'g'itadigan odamdan samimiy, rostchil, haqiqiy irodalik odamda o'g'inaman deydiganlar, menda o'rgansanglar bo'ladi. Chunki men hunar o'rgatsam, u mening kelgusim, u mening kelgusiga obrazimda turib o'g'itaman. 10 kun film tortishni, 20 kun film kirishtirishni, 1 oy rol ilishni o'rganasiz. 2 oyda asosan deylik o'rganib bo'ldingiz, oxirgi 1 oy bo'lib qolsa, o'z oldingizga men yetakchilik qilaman, film tortisiz. Eng tuvan ko'rilishingiz filmingizda men chiqmay turib, men aralashmay turib, 50 ming ko'rilgan chaqda anandikin do'kon arib o'z oldingizga ish qilsangiz bo'ladi. Mumkin bo'lsa meni mush gapga soldigan odamni avar qilmagan bo'lsanglar, haqiqiy qiziqadiganlar men bilan aloqa qilsanglar. Sen ayrimxona saqlayman.